Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar, barchalarga alangalik salom do'stlar. Hadishga bo'lamiz kanalimiz rivoji uchun. Obunachilarimiz sonini ko'paytirish uchun azizlarim, bitta layklarni urib, podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Do'stlar, mana hozir Bishkekdan tepadan ko'rinishi, ya'ni mana ko'rib turganingizdek, hozir 6-etajdan video syomka qilyapman do'stlar. Telefon orqali mana ko'rib turganingizdek. Bugun 2026-yilda 26-yanvar kunga sanasi azizlarim. Qanchalik sizlarga ko'rinyapti mana do'stlar. Ob-havo. Bugun kulyus havo bo'ldi. Bugun hamma yoqda eritib tashlagan yo'llarni ko'rganlaringdek do'stlar. Hamma yoqda qorlarni eritib tashlab, suv bo'lib ketdi hamma yoq. Ko'rib turganinglardek azizlarim. Do'stlar, bitta laykchilarni otib obuna bo'lib qo'yamiz azizlarim. Tars etib azizlar.